Yo'qotib qo'ydim. Mana falsafani olib keldim. Falsafa buyuk ish. Mana Suqrot nima dedi? Haqiqatingdan voz kech dedi. Yo'q, voz kechmayman. Zaharni tikka yutaman dedi. Mana shu kitob arzimagan 25 ming so'm pul turadi. O'zbek tilida. O'qinglar, falsafaga kuchli. Nima uchun bilasizmi? O'qinglar, kitob o'qiy olmaysizlar, falsafani o'qish oson. Bitta dona so'zni o'qiy olmaysizlar to'rt qatori. Lekin u to'rt qator so'z miyangizni paqillatib yuboradi. Mana hozir ikkita uchta kuchlilarni o'qib beraman. Kelinglar mana. Qolmay shakangizmi? Axborot. Gaplaringiz eskirib qoldi deshuvdi. Mana o'zbek tilida bor ekan. Maza qilib o'qidim. Hozir kuchlilarni o'qib beraman. Baha falsafani hammasini aytmayman. Qalbimga ta'sir qilganini aytaman. Qani edi bu? Barobar. Hozir hammasini olsangiz ham bo'ladi. Hozir. Amalga chopgan ajaldan qochgan dedilar. Ulug'ni ulug'lagan ulug'ni yaratadi. Ulug'larni qadrlaylar. Ulug'larni yaratasiz. Kelajak poydevori ajdodlar xoki aralash g'ishtdan tiklanadi. Ajdodlaringiz sanaqasi. 25 ming so'm mana. Bittasini oling, yo'qolib qolmasdan olib qo'yinglar. Xayrullo aka, hozir atrofingiz to'la odamda ko'ryapman. Ko'pchilik sizni ijtimoiy tarmoqlarda, kommentariyalarda o'qiyapmiz. Zamonaviy, jadid